Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar, Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən Tor televiziyasının bugünkü Naq Meydan söhbət proqramısına xoş gəldinizlər. Hörmətli televizor görüşlər, mən Fərhad Yo'runqaşılıman, oldu bilan hamınızlarni yürekten salamlayman. Muşu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Əziz qarindaşlar, sizlar ko'rayotgan Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi xalqimizningki yurak sadosi, shundaqla qalb sabdishi. Shundaqla butun xalqimizning o'rtaq mulki. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy bayonnomasining ro'yiga va xalqaro qonun prinsiplariga shundaqla o'zimiz turayotgan davlatlarning qonuniy qattiq amal qilish asosida tashviqot etib turayotgan markaziy tashviqot organidan iborat. Aziz qarindoshlar, biz bugungi suhbatimizning mazmuni haqida bugun atdiganmi qisqacha e'lon bergan edik. Bugungi suhbatimizning temasi nihoyat muhim. Aziz qarindoshlar, intayin olqiliq bir tema, ya'ni guvohlik berishninki ahamiyati va buningki zurriyati degan temada. Nima haqida guvohlik beramiz? Albatta, mustabid Xitoy hokimiyati tomonidan Sharq Turkiston tasdiqlangan jazo lagerlarida azob uqubat chekayotgan ota-onalarimiz, urug' tuqqanlarimiz, tunish bilishlarimiz, shundaqla Xitoyning zindonlarida azob uqubat chekayotgan, nohaq turmalarda turayotgan urug' tuqqanlarimiz, do'st yoralarimiz, tunish bilishlarimiz, shundaqla izdiraksiz g'oyib bo'lgan bizningki yaqinlarimiz haqida guvohlik berish masalasi. Bu intayin muhim aziz qarindoshlar. Hammanglarga ma'lum, mustabid Xitoy hokimiyati shu yaqinqi mezgillargacha chet el diplomatlarininki va chet el axborot vositalarininki Sharq Turkistonga berib bu yerdagi jazo lagerlarini o'z ko'zi bilan ko'rish iltimosini izchil turda qattiq rad qilib kelgan va bizda undaq jazo lagerlari yo'q. Bizda kasb o'rganish markazlari bor degan bir soxta shuvarni ko'tarib chiqqan, ammo mustabid Xitoy hokimiyati o'tgan yilning oxiri, ya'ni 12-28 kundan boshlab keyin-keyindan, ya'ni o'ziga yaqin bo'lgan ba'zi davlatlarningki asosiy Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bir qism davlatlarningki diplomatlarini va shundaqla ba'zi o'ziga yaqin ba'zi davlatlarningki axborot vositalarini, muxbirlarini, jurnalistlarini ya'ni Sharq Turkistonga berib, bu yerda mustabid Xitoy hokimiyati o'zi yasab chiqqan sun'iy kasb tarbiyalash markazlarining ziyorat qilishiga yo'l qo'ygan va bu davlatning diplomatlari va muxbirlari qaytib kelgandan keyin bu yerda mustabid Xitoy hokimiyatiningki do'mbig'ini chalishga boshladi va mustabid Xitoy hokimiyatiningki tashviqotlariga moslashib, Xitoy hokimiyatini muxolifatligini qilishga boshladi va oqlavotda yozgan maqolalarida bu yerda qandaqdir biz g'arbningki bir taraflamilik ayblashlariga ishonmasligimiz kerak. Biz bu yerda jazo lagerlari ko'mdik. Shunda mustabid Xitoy hokimiyatini oqlaydigan, ya'ni g'arb demokratik ellarninki xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki bu yerda jazo lagerlari haqidagi bu yer dokladlarni qoralaydigan bir olg'a keldi hozir. Ya'ni mustabid Xitoy hokimiyati bu masalaga qaytirib hujum qildi. Bu yerda mustabid Xitoy hokimiyatiningki bu atbrotgan diplomatik hujumiga, bu qaralash kampaniyasiga, bu soxtakorlikqa, bu yerda bu ko'zbo'yamchilikqa qarshi turishning birdan bir vositasi nima? Bu yerda xalqaro jamoatchilikni nihoyatda ishonchli Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga munosabatlik, bu yerda yetayotgan urug' tuqqanlarimizning do'st yoralarimizni tunish bilishlarimizga munosabatlik, bu yerda dalil isbotlovni ta'minlash, guvohlikni o'tish va guvohlikni o'tish bu yerda kompaniyasini to'lqinni yanada bir yuqoriga ko'tarish bu yerda intayin muhim. Bu mustabid Xitoy hokimiyatininki diplomatiya jihatda qilayotgan qaralash kompaniyalarini shirkitgan nihoyat muhim olqiliq bir masala aziz qarindoshlar. Shuning uchun bugungi temamizmi shu guvohlikdan o'tish masalasining bu yerda ahamiyati va zurriyati haqida bo'ladi. Biz bu jihatdan atrofli ma'lumot ega qilish uchun aziz qarindoshlar hammalar tunishlik bo'lgan bu yerda fidokor bir qarindishimizni ustasimiz taklif qildik. O'zi Turkiyada istiqomat qilib turayotgan va hozir Yaponiyada xizmat ziyoratida bo'layotgan hammalarga tunishlik Abdurahmon Hasan efendim. Assalomu alaykum Abdurahmon Hasan efendim. Qanday holingiz? Yaxshi salomat edingiz? Safarda ekansiz, ataydan safarda turib vaqt chiqarib bugungi programmamizga qatnashib berganingiz uchun sizga alayda rahmatimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Xush buldum. Assalomu alaykum barliq qarindoshlar. Va alaykum assalom aka. Sizga ko'p rahmat. Bu sahnaga chaqirganligingizga ham bu guvohlik masalasiga ko'ngil bilib, xalqimizning texmi guvohlik bo'lgan bir tushunchisini yuqori seviyaga ko'tarish maqsadida chaqirgan bu suhbatdan intayin xush buldum. Sizga rahmat.
Rahmat, hozir endi Yaponiyaning vaqti haqiqatan kech soat 8ni ishib ketdi. Sizga xayrli kechlar albatta. Abdurahman Hasan efendim net az qarindoshlarimizni tunislar, ya'ni shu o'tgan yili 2018 yili 1-15 kuni o'zi ko'krak kirib maydonga tushib, o'ziniki jazolantirib turayotgan suyumli, qadrli onasi va hammamizning onasi, shunday o'zining xonimi haqida mardonlik bilan guvohlikdan o'tgan va buni bilan to'xtab qolmagan va guvohlik berish kompaniyasi olib qolgan o'zi zo'r tirishchilik, fidokorliklar bilan va Abdurahman Hasan efendim to'plagan bu guvohlik materiallari bu yerda xalqaro kishi huquq tashkilotlarininki, xalqaro matbuotlarninki nəhayət mühim bu yerda paylanış mənbəyi bo'lgan, dokladlarda paylanğan mühim mənbə bo'lgan və chet ellərdəki bütün təşkilatlarmı Abdurahman Hasan efendim yapılan kampanya jarayonida to'plangan guvohliklardan nəhayət unumli paylanğan və 2018 yili jazo lagerlari masalasini xalqaro siyosiy sanlarda nəhayət kuchli bir ta'sir qo'zg'ashida xalqaro matbuotlarning qiziq temasiga aylanishdimi. Bu yerda fidokor qarindoshimiz Abdurahman Hasanninki bergan guvohligi ve yapılan guvohlik kompaniyasi nəhayət mühim rol oynagan. Xo'sh, Abdurahman Hasan efendim, siz hozir Yaponiyanınki Tokyo şehrida hozir balki Aldılar şehridan başlaydı. Sizinki bu qatim Yaponiya ziyoratingizniki asosli maqsadi nima? Bu vaqtda başlasak. Bu qadimki Yaponiyaga chaqirilishim shu Yaponiya hukumat parlamenti tarafdan tashqi ishlar ministri orqali guvohlik chaqirildim. Xo'sh. Buningda Tur Muhammad Hashim akamizning to'pisi intayin cho'ng bo'ldi deb qarayman. Bundan sababchi bo'ldi. Men keldim, bugun keldim, ertasi kechda shu guvohlik berdim. Bu guvohlikda o'zim intayin so'yindim, shuna bir rozi bo'ldim. Çünkü dünyada Yaponiya matbuotlari mı yoki? Yaponiya parlament binosiga yaqin bir yig'in zali bor ekan, shu bir yon tarafda odatda shu muxbirlarni kutib olgan yaxshiydi. Shu yerda bir 20 dan ortiq gazetchi muxbirlar bor. O'lim naq maydon yig'lab turib yozdi. Shu onamning ko'rgan shu tragediyasini bir ma'murlar lagerida Xitoy ishlab bergan bir o'zining ishlamchisininki ko'rgan kunni aks ettirib berdim. Shu yerga jazo lageridagi 14 soatlik kunda qattiq o'rindiqda o'tirib jazo o'taydiganligi, onamdan yoshlarning o'ylab ketib borganligi kunni bir ishkadimninki shuni anglagandan keyin o'zim taqat qilolmadim. Chunki men onamni qutuldiramdim, ona hech qanday ish qilib beramadim. Shu onamninki bir kun bo'lgan jazodan qutulish uchun o'lim jazo talab qilganligimni ayolimning enandimmi sharoit tuvan bo'lgan odatdagi tijoratchi yoki dehqon demak ma'murlar emas yotgan bir odat lagerida jazo o'tayotgan 3 oy bo'lgan oshqa vaqtda 2 oydan 3 oydan oshgan. Demak taqdim yetmay shu onamning shu ig'ir bir jazo nimasidan qutulish uchun mushtarani o'tirib qo'ydim deb shu yerda guvohlik o'tdim. Shu 30 yoshli bir parlament ayol kishini ismini unutib qoldim. Tilim kelmaydi ekan, ma Yaponiyaga yangi kelgandik bular ismi rost. Nima ekan? Shu guvohlik ayolashgandan keyin chiqib 5 ta'zim qilib, shu yig'lab turib, biz sendan abu so'raymiz. Biz Yaponiya hukumati o'zimizning majburiyatimizni ado qilolmadik degan mazmunda abu so'ragan bo'ldi. O'zim nəhayət xursand bo'ldim. Chunki bizning ovozimizni chiqarsak anglaydigan dunyoda keng eshik bor ekan, lekin biz ovozimizni chiqarolmay qolganligimizdan yana ko'nglim yerim bo'ldi. Boshqa muxbirlarni kelib quchoqlab turib ko'rishib, biz sana nima chiqib beramiz, sen qanday yordam lozim, men boshqa yordam lozim emas, men shu ovozimni Yaponiya hukumatiga va dunyoga olib turinglar. Men hozir qadar bolalarimning qanday ahvolda ekanligini bilmayman. Onamni hozir qadar 3 oy lagerda yotgan bir jazo o'tgan bir onani dunyoga Xitoy ko'rsatmadimda. Demak, Angliyaninki bosh vazir Tirsami shu Xi Jinpingning tamoq yeyotgan vaqt to'g'rilab, shu soat 8da aeroplandan tushdi, soat 10da to'g'rilab qo'ygan xabar Beijing vaqti. Shuningga hozir qadar Xitoy bunga javob bermadi. Hatto onamni xalqaro bir media ko'rsatmadimda. Demak, shu jazo lagerininki naqadar ig'ir bir jazo o'tayotganligi ham ro'y jismoniy jihatdan demak odamning jismi ko'tarilmaydigan, ham ro'y ko'tarilmaydigan bir jazoni ig'irligini mushunda ko'ra olamiz endi hozir. Shundoq. Masalan, hozir Xitoy hukumati hamda biroz chet el diplomatlarning berishiga ruxsat qilib, ba'zi o'ziga yaqin davlatlarning axborot vositalarining berishiga ruxsat qilib, bu yerda sun'iy manzara
jasab chiqyotidi va ba'zilarini qo'yib bergandek bir manzarami bor. Hatto bir telefonlarni qisman ichib va vatan bilan qisman aloqa bu asli kelgandek bir usullar kelyotidi hozir. Endi bu butunlay Xitoy hukumatining ko'z bo'yamchiligi, ammo yana bu yerdagi o'lim xabarlari, jazo lagerlaridan o'lim xabarlari kelyotidi. Uyg'urlarning sarkillarining davomli tutqun qilinayotganligi haqida yana davomli usullar kelyotidi va mustabid kommunist Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi jazo lagerlari qurilishini yanama kengaytirayotganligi, hatto yüz minglab odam sig'adigan jazo lagerlari qurilishini yangidan apirayotganligi doir usullar kelyotidi. Hatto chet elliklarning satellit orqali bu haqda tatgan dalil isbotlari bor. Xo'sh, Abdurahmon Hasan efendim, hakikaten Allah anımızın Allah parayı saklasın, özünüzden hanımına inşallah bir gün aman bu müstabid komünist Xitoy hükümetinin bıçağından kurtulacak ümit ve işençide yaşavatımız. Abdurahmon Hasan efendim, mesela siz ötken yıl 1. 15. günü bu özünüzün annesi ve hanımı hakkında kampanya guvalak verdiniz. Belgendeki yılda derhal bu kampanyanı devamlaştırdınız hem de. Şu vakit nurgun insanlar hem de biraz Xitoy'dan ümit kütüp ya ki Xitoy'dan çiğ tegip koysam üyedeki tukallarım takım zulüm salam ekan degan turli endişeler bilan va yoki ba'zi tamolar bilan Xitoydan sukut qilib turganlar aytib ko'pda. Siz bu yerdan aytib bu vaqtda kampaniya yapdingiz. Bu kampaniya yapgandan buyon hozir siz nechilik guvohchi topildingiz va buningki xalqarodagi inkasları, xalqaro matbuotlarda bo'lsin, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining paylash darajasi qanchalik bo'ldi hozir? Buning unumi o'zingiz qanday his qildingiz? Hozir buningki unum jihatda Xitoyga besim bo'lgan tarafi xil yuqori bo'ldi deb qarayman. Uning birozgina to'xtalsak, hozir xalqarolik unumi, misol men o'zim chiqqandan keyin eng yaqinlarimdan boshladim bu da'vatni. Hatto biroz da'vat usulim qattiq bo'ldi. Agar Xitoyning ko'ngli oysanglar bugundan tortib men yiroqlashma, cho'qim bugun beshinglar kelgan avvalni deysizlar deb o'zimning eng yaqinlarimni 2, 3, 4 qilib chiqarib qilgan bo'ldim. Boshdan chaqirish, telefon, boshqa vasitlar orqali ekilib patlagan sukut programmamız biraz 7-8-9 çıkan oldu. Ondan keyin 4-ay 5-ay kelgandan keyin biraz qarindoshlarimiz çoxum bunu biraz qimmatini tushundi. Chiqishga boshladim oraliqda, ama Ahmed Fidoyisninki bu tarmoq fikran deb tushunaman. Hüseyin Tajalli efendim ular suhbat qilib turdik, xalqni chaqirib turdik. Har holda istiqbolda bo'ldi. Ondan keyin xalq chiqishga boshladi. Xalq chiqqandan keyin hamda mesela axborot nimalardan tunji BBC ko'ngil bo'ldi bu masalaga. Mesela mening chiqib qolgandan keyin İstanbuldan bir ish kelganda BBC shu telefonda tortgan guvohlik qarda ziyorat qilgan bo'ldi. Mesela onun birisi bir qiz deb bir qarindoshimiz bor, Mayra doktorlik qilgan. Shu 4 bolasini oldi qo'yib bir guvohlik bergan. Shuni men oqshom u vaqtda muxbirga yo'llaydim. U vaqtda men muxbir ozdi. 5-6 muxbir bordi. Her birisinin şu nimesiga WhatsApp'ga yollab qo'ydim. Guvohlik kelgan guvohlikni yollasam, ular Abdurahmon bu eng unumli bir ishni qilyapsizlar, buni davomlashtiringlar degandek rag'batlantirgan bo'ldi. Bu odamlarni biz ziyorat qilsak qabul qilamdi bizni deb so'radi, qabul qildi deb WhatsApp'larni yollab bir qildim. Turk tili bildiganlarni ziyorat qilib boshladi. Demak, buningda BBC'ninki biraz turklik rol oldu deb qarayman. Ondan keyin boshqa misol axborot qilmo meni shu chiqqan kundan 10-15 kun o'tgandan keyin BBC izladi. Ondan oqimoqa men izlash oldi. Hozirga qadar 27-28 muxbir bor telefonimda. İngliz tili bilmasam, gel balla tarjima qildirib, ba'zi uchurlarni yo'llab degandek ashuna aloqa qilyapman. Ularninki bu Uyg'ur masalasiga qiziqishiga bizningki bu naqdar bir tragediyalik bir Xitoy tajovuzlarininki bir millatni tüp yıldızdan yo'qotib o'tish deganda bu maqsadni biroz tushunganda qildi hozir. Undan keyin misol ingliz tilida bevosita bergan qarindoshlar bo'ldi, arab tilida berganlar bo'ldi. Herhalde hozir bir dunyo juqurlardan ko'tarildi. Hem ko'tarilishi bilan birga Xitoymi buning cho'qim oqibatida Xitoy tonib ketdi hozir. Misol hozir bizningki Twitter guruhimizda bir hamshirimiz Xitoycha tarjima guruhi masalab Twitter qo'yayotdi. Twitter yozgan Xitoyning bir vatqan uchurlardimi? Biz jami hamma Xitoy bundaq bu yovuz bandit faşist emas, bu faqat Xitoy kommunistlarning qilayotgan ishi. Bizni buningda cho'qim bizni nima emas, butun Xitoyning dushmanga o'zang bo'lmaydi deganda Xitoyning o'zlik ziyolilar turolmadimda.
Demek bu bir tarihi bir mukaddes bir dava bu guvalık. Çünkü hazır bu her xil tercüme olup 8-10 devlet kağın taqavatıda çoğun bunun neticesi bir alay netice çıkıp qarayma. Ama sen efendim ben siz şundak pedagogik gösterisiz yine başka yandaşlarımızın siz başlap verdiniz bu kampanyanın guvalık veriş kampanyası Allah razı olsun. Bana hazır bizim hata eden Türkiye'den Japonya'ya gelip üyede guvalıkını yutuvat sizden Allah razı olsun. Hakikaten üyedeki kırındaşlarımızdan. Hem de hazır şu guvalık veriş kampanyası da aktif muşun pedagogik gösterisi batkan bunun oturup sektör çıkan kırındaşlarımızın sanına ait az bağmak bu sanına bekle hem de. Hakikaten az. Mesela biz ötken yılı Avrupa İttifakı'nın bu məxsus Avrupa Parlamento'nun olsun, Avrupa İttifakı'nın olsun veya ki Avrupa bazı devletler şu guvalık belgelerinin ki tizimligi hakkında dokladlar, materyalları temin etsenler dedi. Biz ötken yılı 4. ayının 26. günü Avrupa Komisyonu doklad sunğan vaktimizde bizninki sunğan dokladımız yağı adamların sanı mınğı bağımında hem de nurgun adamlar özünü kaçırışı var bunun adamlar biraz özünü kaçırışı var. Elbette kaçırışı ettiğimde yeterli derecede halkımızı sefer nem kılamadık ama bir çekiniş battı. Siz mi şu guvalık kampanyası yaptırış jarayonida mesela nimalarni es qilgan saqlanayotgan masalalar nima xalqimizni qo'zg'ash uchun ularninki jangovar nimasini oshirish uchun qanday qilishimiz kerak masalan siz nimalarni es qildingiz chunki siz izchil turda shu kompaniya bilan mashg'ul bo'lib kelyapsiz mana hozirgacha bugungacha bu jihatda bizga alohida o'rnak bo'lishgan man o'zimni deb o'tmay endi men o'zimni biroz misol istanbuldagi vaqtimda boshqa shaharlarga berib bolalarni guvohlik chaqirish naq maydon qoyil qilib chiqarish ishlarini shug'ullanib chiqardim. Qozog'istondagi misol Sirjon birlashib qarinishimizni qarasak bo'ldi. 2 odam izlab berib palonchininki misol Parat akamizning onasi yo dadasi yo inisi Xitoy lagerida degan bo'lsa, shu yer izlab berib qoyil qilib bir qatim berib, 2 qatim berib, bo'lmasa yana berib boshqa odamlar degandek izchillikni davomlashtirib, ashulning soni hozir 1000 dan oshganligini da'vat ta'kidladi Qozog'istonda. Lekin aramızda Xitoyning ba'zi o'yinchilari men chiqqan kunning ertasidan boshlab da hozirga qadar to'sqinliklar biroz oqmoq bo'lib keldi. Har xil jihatda suslashtirish, buni cheklash degan diniy nuqtadan bo'ldi, boshqa nuqtalardan bo'ldi. Millatga shundaqlik katanga boshlaydigan insonlar biroz buni qarshiliq ko'p bo'ldi. Lekin to'xtamdi. Cho'qim buningda bu men 2 raqam ko'p chiqdim, lekin 2 raqam chiqib bir o'nidan chiqqanini bilmadim, lekin biroz foydasi bo'ldi. Xalq ideyasi o'zgarishga bir yaxshi bo'ldi. Dunyoning ham yerida hozir bir o'tibdi. Demak, Uyg'urlarning umum guvohlik chiqqan odam 500 dan ustiga chiqqandek hozir. Mayli telefonga o'zi tortib yo'llagan bo'lsin, boshqa axborot vositalari bergan bo'lsin. Bu qarindoshlarimizning soni hozir 500 dan oshgan o'xshaydi. Endi mamda doklad qildi, bizim palaniya manchimiz ba'diq ma davlatdan ba'diq qarindoshlar. Herhalde Uyg'urlar og'zini ochdi lekin siz degandek bek oz bu sana. Sizlar masalan hukumatga topshiradigan bir isbot nimasi ko'tarib etkirgidek to'liq yaxshi yuqori darajada emas, lekin oz. Buni menda har bir tashkilotda mumkin bo'lsa birdan qoyil qilib shu odamlarni. Chunki har xil savol tushdi, men ham bu jihatda uslub ketdim hozir. Xo'sh. Misal dadamni tutyapti, onamni tutyapti. Men buning davosini qilsam boshqani tutib oldi deydigan xalqda menda bir xam xiyol bor. Bu birisi. Ikkinchidan, yangi Xitoyni kuchli ko'rsatgan ba'zi insonlarning bo'g'iliq sababli kim qanday Xitoyni kuchli ko'radigan, Xitoy xuddi Amerikani bular yangi o'tib, dunyoni yangi o'tib, yana hukmron bo'ldi degandek xalqimiz bu iddiadan qutulmoqda. Shunday. Shu buning uchun bir davlat hissiyot bilan chiqmaydiganligini xalqimiz tushunish kerak. Shunday. Mesela bir devlette bir siyasi akıllar bir sarayı bir grup oldumda. En pişkan kakbaşlıdan yetişken bir grubunun ki bir akıldan çıkan bir xulası bilen bir siyasi bir taktik elip vardı. Ya da bir devlet açığı bilen lan. Mesela ben çıkanlıkım için mesela ben etivesinde çıkan. Ta hazırda ayağım anamın tukalım etmegen şey yok. Burada yapın yardım şunu dedim. Eğer bir bomba uçup partlap ketken bolsa, ölüp ketken bolsa, 2-3 gün konuğum yerim oldu. Ben kin aldım kaylap ben hep. Yolam davamlaştırdım. Ben roya aldım. Bunu yaşak olsun mümkün de. Hazırda körevatkine xorlap, Xitayning xorlap öldürüş adam, xorlap yoktu. Şunda. Çünkü bunun insan çıdaş kıyın deb şey öttüm. Demek bizim xalq bu jihatda Xitoyninki bir
kommunistlarning kompartiyaning yo'qolganligini da ko'z yetmaylikninki yana bir siz degandek xamtama kutish bor. Andan keyin bir davlat bir siyosatla ish qilamdi yoki bir mukammal bir plan bilan yoki hissiyot bilan degan bu haqda bizning xalq qarindoshlarimizda tushuncha kamchil. Yana buning uchun eng muhimi har tashkilotlardan izlab berib qoyil qilish intayin muhim deb qarayman. Bu boshqa yo'lda buni qiyin bo'lmaydi ekan. To'g'ri deysiz. Haqiqatan jabhalik bir xizmat bu. Xalqimizni umumyuzlik uyg'otish, safarbarlik keltirish nihoyatda muhim. Siz deb o'tgandek, ammo mana hozirgacha har holda soni guvohlik beruvchilarning soni kundan kunga ko'payyotdi. Ammo yana Xitoy biroz tilpinni ichibdi deb, yana kayniga chekinib olganlar, sukut qilib olganlar, yana Xitoydan umid kutyaptilar. Bu mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining umid kutganligida, Chayonningki yoki Jilanninki odam chaqmasligini umid qilgandek, talab qilgandek bir ish ham haqiqatan bir aqmoqlik haqiqatan. Siz ma oldingizmikin bu Amerikadagi Kuzat inimiz oldingi kunni aytdi. Muhim bir gapni qildi shu guvohlik berish masalasida. Ninki ahamiyati haqida masalan Yevropa parlamentida guvohlikni o'tgan bir qozoq qizninki dadasininki shu jazo lagerlarida ishganligi. U qozoq qiz debdi u. Endi men guvohlikdan bersam yoki buni boshqalarga deb solsam dadamga texmi u yerda azob salarmikin, zulm qilarmikin deb andish qilib bir yilgacha hech qanday ovozini chiqarmasa qo'yapmi bermabdi dadasini vatanda tijorat qilayotgan odam ekan Qozog'iston, Qirg'izistonga berib. Parvomi qilmabdi, u dadasini davomli yana tutib turibdi-da, haqsizlarcha. Shuning bilan anandikin bu qiz olib qaytib o'yg'inib bir yil o'tgandan keyin butun Qozog'iston matbuotlari, xalqaro tashkilotlarga, Yevropa parlamentlariga kelib, guvohlikdan o'tishga boshlaganda Xitoy telefon qilib yoldirishga boshladi-da bu qozoq qiz bo'ldi. Voy sen shu guvohlikni to'xtatsang, biz dadangni qo'yib berdik. Mana dadang hozir uyda deb videolarini o'tib nimasiga qilibdi. Bu yerda igi chiqmasa o'tirdi Xitoydagi bu igisi yo'q ekan, buningki istak so'rg'in qildigan odam yo'q ekan deb. U mening nimam dadam paloniyada, xonimim pistoniyada jazolaganlarda mana rasmi, mana nimasi. Bu xalqaro vaqtimizda xalqaroning kuchli bir besim orqali Xitoyni bu yerda bo'yin agdogili bo'ldi. Chunki bugungi dunyo global dunyo, burunga o'xshash Xitoy men ishkimni taqib olib o'zim qanib istiginimni qilib yashayman demaydi bugungi dunyo, chunki iqtisodiyatdan bo'lsin, siyosatdan bo'lsin, har jihatdan, texnik jihatdan bo'lsin dunyolar butunlashib ketdi. Ya bunda bir sharoitning o'zida dunyo jamoatchiliginiki besimi. Bu Xitoy uchun aytdim, muhim, ya'ni iqtisodiyatdan embargo yurgizib qilinishini ansiraydi Yevropa Birligidan bo'lsin va yoki Amerikadan bo'lsin va yoki boshqa davlatlardan. Xo'sh, Abdurahmon Hasan efendim, masalan hozir siz ham guvohlikni davlat atlab guvohlik berishga boshladingiz hozir masalan Turkiyadan Yaponiyaga keldingiz. Bu Turkiyada ham masalan bu shu guvohlik berish masalasida Turkiya Uyg'urlarning soni ko'p, ammo guvohlik berish masalasida toz yetarlik bir nima emas. Sizlar u yerda guvohlik beryapsiz, nurg'un turk matbuotlariga asos turk matbuotlariga chiqdi, ammo yana bir tarafdan ba'zi Xitoyparast, Xitoyninki dallolligini qilayotgan, u yerdagi so'zchiligini qilayotgan, Xitoyning qoni ulayotgan, bu yerda masalan Vatan partiyasining rais Doğu Perinçek'e o'xshash va uning boshqarishidagi Oydinlik gazetiga o'xshash va ba'zi kommunistparast, Xitoyparast ba'zi jurnallar va yoki partiyalar deyli. Bu yerda Uyg'urlarning jazo lageri masalasini qorlayotdi Xitoy bilan birlashib turib, Turkiyada hamda murojaatini e'lon qilyapti. Gazetada har kuni qorlash kampaniyasi yapyapti. Bu sizlarning shu guvohlikdan o'tish faoliyatinglarga salbiy ta'sir ko'rsatyapti Turkiyada va yoki Turkiya xalqininki pozitsiyasi qanday bo'ldi zaten, qanday bo'lyapti? Albatta uningki ta'siri ziyni bo'ladi. O bir davlat organlaridan unda gapninki chiqishi uni albatta ziyni bo'ladi. Yana Turkiyadagi men Turkiyada o'zim bo'lgan bo'lsam, kunlik bir ikki odamni shu odam to'plashgan yer bo'lsam, bir shu tushun so'zlab, mayli masjidda bo'lsin, mayli boshqa faoliyatlarda bo'lsin, mayli to'ylarda bo'lsin, bir odam to'plamiga bo'lsam, ikki odam chiqara olaydim-da, naq maydonda. Men ba'zi shu Yaponiyadan biraz Türkiye ikametimni beğenmegenlik sebeplik meyanın bir vizisini elip ondan keyin berishni tekib qoldim. İnşallah bu yakın barma. Siz degan o amillarning Xitoyninki kuchuklarning uni albatta ziyni bor. Ular davomli voy biz ona sog' bo'lmaydi dedi ba'zi ayollarga. Ba'zi voy texim tutib oldik ekan deydi. Voy bizning hech nima qolmadi. Agar biz gap qilgan tutadigan, gap qilgan tutmaydigan bo'lsa, Xotanning Kirya degan bir shahri bor. Uni qumliq o'rlashganida 250 kilometr yiroqlikda. Xotan shahriga mesela hayatı kildiğin kemmeğe qırnaşın çıkım diyordu. Mesela şu yerde 6000 balının bizim perişler yasası diyen bir yasıga orlaştırganlık haberini etnasiyadım bədimdə. Şunda. Demek
agar u bir ish qilganga tutilgan, bo'lmi tutmaydigan bo'lsa, xotin kiriyadan bir midam tutmaslik kerak Xitoy. Shunday. Tajovuzlar. Bu yerda bizningki ovozimizni chiqarganlik bilan ochiq gap ketib bir ish qilgan unda davlat bo'lmaydi dunyoda. Shunday. Xalqimiz buni tushunish kerak. Yana Turkiyada shu tashkilotlarga birinchi o'zini guvohlik berish, undan keyin bir odam bunga guvoh tashkillash kerak. Mumkin qadar cho'roq qo'lliq tashkilotlardan bir tashkilot birdan odam ajratib, birdan qoyil qilib, dunyo vaziyatini tushuntirib, diniy jihatdan o'tirib tushuntirib, xalqni birdan chiqmasak, ko'pincha foydasi yo'q deydigan bir qarashlar bor. Agar mush guvohlik men bizning hozir planim 2-3 oy ichida jiddiy bir butun guvohlikni 8-10 tilga tarjima korpusi tashkillab bo'ldim. Yaponiyada boshlandi. Yaponiya alohida inkos oladi, Xitoydan inkos so'zlab o'tdim, Xitoydan ovoz chiqyapti. Bu bizning jinoyatimiz emas, faqat Xitoy tajovuzchi fashistlarninki, Xitoy kommunist fashistlarninki bu jinoyat. Bu butun Xitoyning emas, bizim tinchlikni so'yitoq degandek ifodalar bo'lyapti. Yapon xalqidanmi bugungi mush asrda mushunda ish bo'lib ketibdi. Biz nima deyishimizni bilmayapmiz deb telefonlarga kompyuterdan to'liq yorumli uchur yozildi. Bala tarjim qildirma. Demak, bo'lim o'zininki bir xijillatganligi, nima bir ishimizni kerak degandek savollar orqali. Bunda Yaponiya xalqidan tushyapti. Cho'qim bu odam sizda davlat rahbarlari onda deganimiz biz mush guvohlikni ko'paytirib chiqarib birimiz Uyg'urning ovozini o'zining Uyg'ur tilida emas, butun arab tili, turk tili, ingliz tili, o'rus tili, yapon tili, xalqaro cho'ng tilni hammasiga to'liq tarjim qilib, xalqni qo'zg'ata olsak, unga do'q princhakmi gap qilish nimiz bo'lmaydi bu yerda. O'zining xalqi, o'zining partiyasini haqorat qilish mumkin. Bu yerda cho'qim xalqaro insonlikni qo'zg'ash bizningki burchimiz, muhim deb qarayman. Bunga ham organlar odam chiqarish kerak. Shundaqla ko'paytiramiz buni. Asirjon birlashib tutgan yo'lni dal bizim tutmasak, xalqimiz bu jihatda o'zligidan chiqishi bak to'g'ri. To'g'ri deysiz, siz degandek biz bu bayonman programmada bir şey deb o'tdim. Bu endi bu Xitoyninki bu saxtakorligini, bu yerda qizil ko'zligini dünya jamoatchiligining oldida fosh qilishning birdan-bir vositasi shu dunyo jamoatchiligining dalil isbot bilan ta'minlash. Uningdan boshqa bir ishni biz zaten qilolmaymiz hamda va dalil isbot to'plash, dalil isbotliq dokladlarni hozirlab chiqish, guvohchilarni hozirlash va shu orqali BDT bo'lsin, Yevropa Konseyi bo'lsin, Yevropa Birligi bo'lsin va yoki o'zimiz turayotgan davlatlarning hukumatlari, parlamentlari bo'lsin, buni dalil isbotliq yetkazib bizda shuni talab qilyapti zaten o'zimiz turayotgan davlatlarning Germaniya hukumati shuni talab qiladi. Qanday dalil isbot guvohchilarni, shohidlarni dalil isbot konkretni vaqt, yer, ism, familiya bu xalqaro standartga tushirgan bir guvohlik nimasida hamda. Bu muhim hamda bu yerda mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiningki bu Uyg'urlarni irqiy jihatdan qirib yo'qotish, Sharq Turkistonda butunlay tozalash strategiyasi allaqachon bekitilib bo'lgan bir strategiya. Ya'ni butun Uyg'ur xalqi Xitoy hukumatining nazarida zaten dushman kuch. Yani şu kişiler degan gap şu Uyg'urlarga qaratilgan, Sharq Turkistonchilar degan gap Uyg'urlarga qaratilgan. Yani Uyg'ur millati Xitoy hokimiyatining nazarida dushman kuch, har zaman mudofaa qilishga tegishli bir kuch. Shuning uchun bu yerda xalqimizmi siz degandek, bak unda mustabid kommunist Xitoy hokimiyatidan umid kutmaslik kerak. Bir yerda tamoq qilmaslik kerak. Nurbekning beshig'ini kelgan hammamiz bildik qana. Nurbek shunchalik sodiqlik qilgan, o'zining xo'jayinni xo'sh qilish uchun o'zininki millatiga qilmagan, askariga xoinlik, sotqinlik qilmagan bir qo'rchoq rais. Qanday bo'ldi yana Xitoy hukumat tarafidan tutqun qilindi oqibatda. Shunga qarindoshlar, bu yerda Abdurahmon Hasan inimiz degandek, bu yerda kallamizni silkitadigan bir payt haqiqatan keldi. Abdurahmon inimiz obdan taklifni berdi. Bütün tashkilotlarning hammasininki tarkibida maxsus mushu guvohlik berish kompaniyasiga mas'ul ve ya bölüm kuruluş gerek ve ya bunun mesela adımla bekletiliş gerek. Onundan keyin Abdurahmon Hasan efendim şu guvohlik berish meselesi mesela Türkiye'de siz başlamçılık kılıvatsınız, bazı teşkilatlar var, Kanada'dan bir kısım qarindoshlarimiz var bunu kılıvatkan. Norveç'de var, Amerika'da var. Hem de bunu Muşundaq bir ambar qurishning zurriyati bormi sizcha? Masalan hozir biraz qalayim qaytsak badek hamda mush guvohlik masalasida hamda buni to'plash, bir markazga to'plash yoki buni koordinatsion shaklda o'zaro hamkorlik massivchanlik ichida olib berish masalasida buningda hamda sizning qanday takliflaringiz bor? Uni qurib oldik degan bo'ldim hozir. Xo'sh.
Adasar jihatdan bundan şu men hozir ciddi şu har qanday davlat iqbolliq da'vatimi 3 oy ichida guvohlik berganlar jiddiy biringlar 2 minutlik men palonchi tuqqanim palon lagerda palon tutilgan deganda ya turmada ya telefon ko'rishamadim degan aniq biringlar buni shu tashkiliy tashkilotlar ko'tarib ekranligida har qanday Yaponiya davlatigimi qattiq diskga qachilab tarjima qilib butun yaponcha tarjima qilib o'lchamli qilib 10 parlament olsa 10 parlamentni birdan birish undan keyin bu tarjima bitgandan bitchigilar biz eng az bo'lganda xalqaro cho'ng tildan 5 tilga kitob chiqarma buni Gorpina kuchli yadrolik odam tashkillanib iqtidorli resmi her tilde 20 yıl okugan bu unvanı var qarindoshlardan tashkillandi hozir bular ko'p rahmatini bildiraman axirat bu xizmat bordi muborak bo'lsin sizlar bundan keyin bir hukumatga mesela Germaniyada parlamentga yo ministrlarga yo bir davlat arbobiga misol shu isbot kirmoqchi bo'lsanglar bir kitob german tilida undan keyin bir qattiq diska butun germancha tarjima bo'lgan Germaniyaning tarjima korpusi biroz ojiz bo'lib qoldi. Menda sizga bir damin deb qilg'ich ang'ishma fursat bo'ldi. Xo'sh. U balın bir guruh qurildi, balki 5-4 kun ichida. Xo'sh. Germaniyada shu Uyg'urcha guvohlikni tarjima qilib xalq ichiga taqash boshlaydi. Alloh razı olsun. Eng oz deganda 1000 dan videoni German xalqiga sunish va hokimiyatga sizlarni ko'tarib akrishingiz uchun kitob va diska buni to'plab shu qisqa vaqt chiqimda degvarlashdim ham bo'ldi bolalar bilan. Tez suratda bitkizganға bir plan 11 tilini aldım tizaptım. Bunun bir 7 qo'zg'aldi, 3-4 qo'zg'ab bo'lamadik. Haliga uning qilamiz. Kitob masalasida eng oz bo'lganda 5 tilga. Bo'lsa haqsiz taqdirganga anda shu o'zimning chamim yetmay qolsa yordam so'ram deb degan o'yim bor yaqinlarimdan. Kitobni haqsiz taqdirganga bir planimiz bor. Siz degandek bu mundaqda o'tirib bo'lsam bu narsa hozir baliq çoğun oturup çıkış gerek. Şundan. Bu adres kamimiz mesela birbirini bilişimiz. Mesela kimdi bazı ben bilmem beni bildi demek aygır hemmesi kitap şeklinde toplumda kitap çıkırdı. Tarih boyunca kitap çıkırdı. Ondan keyin qattiq diski bilan sizlarning foydalanishinglarga buni sunimiz degan maqsadda buni qilyapmiz. Allah razı olsun hakikaten. Allah razı olsun hakikaten ait japalık bir hizmet. Hem savaplık bir hizmet, ulug' bir hizmet mi deylik. Yani bu milyonlagan halkımızın hayatıga takdirge münasebetlik bir hizmet hem de bu. Bunundan mı bir savaplık, bunundan bir ulug' hizmet olması gerek deb o'ylayman. İnşallah hakikaten muvaffaqiyat tilayman. Çünkü bu yıl bek mühim bizge Abdurrahman efendim siz bilesiz. Bu mesela Amerika Avam Palatası Kengash Palata a'zolari bir qism a'zolar birlashib bu Amerika Kongressiga bu kendi ikki kişilik huquq qonun loyihasi sungan hamda bu yil buni kongressni o'tkazish ya ikkisini ya birisini de bu nihoyat muhim bir ish. Buning uchun bu yerda shu guvohchilarni sonini ko'paytirishimiz kerak, dalil isbotlarni ko'paytirishimiz kerak. O'tganda Amerikadagi bu qarindoshlarimizni tashkilotning mas'ullari bana dedi, Ömer Kanatlar dedim şu Abdurrahman Hasan efendimninki to'plagan guvohlik materialları biz uchun nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bo'lib Amerika kishilik huquq qurilishi tarafidan hozirlangan dokladlarda Amerika Kongresi sunulgan yoki Senatga sunulgan yoki hukumat sunulgan nimalarni aytdim. Uningdagi yana bir muhim narsa sizga ma'lum o'tkazili biz Yevropa parlamentida 15 moddalik bir qaror chiqqan Xitoy hukumatining Sharq Turkiston tasdiqlagan jazo lagerlarini ayblab va bu yil uningdan kuchliroq bir qarorni chiqarish bu yerda dunyo huquqiy boshchilik tashkilotimizning asosiy vazifalaridan biri. Bu yerda yana sizningki o'zingizningki xalqimizga qiladigan shu guvohlik berish masalasida yana qanday tavsiyalaringiz bor, qanday yurak so'zlaringiz bor? Endi meningki qarindoshlarimga ilgaridan jiq suhbatlar deb qilyapman, hozir men deydiganim bizning vatandagi tuqqanlarimiz ular inson, ular odam. Ularningki davosi har qanday bir davodan muqaddas bir davo. Bu hem bizningki vijdoniy burchimiz, hem iymoniy burchimiz, hem e'tiqodiy burchimiz. Bunga faqat bano sabab qat'iy bo'lmaydi. Biz an tutularmi, man tutularmi, ayol vasi yo'q, o'zim munda bo'laman degan gap emas. Har bir inson o'zining eng oddiy savaq men bir odammi degan savolni o'zi qo'yib, misol sizning bolangiz bor, onangiz bor deydi. Misol mening onam lagerda yotsa, misol men ham boshqa tutularmi deb bu sukut qilish, bu xatolik nimasi bu 1000% buniki. Chunki bir odam deganda bir oiladan qurbon bo'lib bir yav tutib ketsa,
Bana aytışmısan deb onundan keçirdigan unda etiqadmı yo'q bizda, unda xaraktermi yo'q bizda. Çoxum biz chet ellik erkin bir dunyoga chiqib, misol men Yaponiyadagi bir davlatda, Turkiyadagi bir davlat iqomatim yo'q holatda men ministerlikniki ichki ishlar, tashqi ishlar, sayohat ministerligi, energiya qanday bir ministerlikni ko'rsam xat o'qiy olaman ekan. Aşağı daral az dokument tayyorlab, videodan ko'tarib akirib, shular dadini anlatdim. Demak, bizga sharoit bor, bizni hech kim umidi. Misol Yaponiyada, Turkiyada sen anlatma degan bizga bir zarb vergan, to'sib olgan ishni men ko'rmadim hamda. Shunday bir erkin dunyoda biz o'zimizning jon jigar qarindosh bolalarimiz yo ota-onamiz yo ayollarimiz uning davosini yormasak 2 minutlik bir azga. Misol hozir bu men 11 til oldim tizildim aka. Misol yapon tili, xitoy tili, ingliz tili, arab tili, rus tili, turk tili. Misol men 6 til boshlanib oldi. Hozir german tilining bakın 3 kechida video chiqdi. 7 til boshlandi. Andan keyin ordu tilini boshlamayapmiz. Norvegiya, ispan, fransuz. Muşulumlar hamma tilda mumkin qadar sharq iqtisodimiz yetib qolsa kitob chiqarib o'tish. Ming donlik kitobni haqsiz hukumat rahbarlari xalqqa taqdim etish. Bu 3 oylik bir plan ichida tushdim, balkim 4 oy ketib qolay, balkim 3 oy bitishi mumkin. Demak, mushning xalqni ulg'aytib, ba'zi ovozini cho'qim chiqarish kerak. Balkim bu bitgandan keyin qilamiz, undan keyin har holda bizning ham hozir Xitoylar bu g'arb dunyosida o'tirib bo'layotgan bir siyosiy cho'ng bir surkilish bor bu yerda. Buning sabablari to'xtam munosabatlik kutgan to'xtam bo'lishi mumkin, yangi qayt bir sistema Xitoyda yuz berishi mumkin. Mush to'xtamga ta'sir ko'rsatadigan. Sizning bizning qo'lingizda boshqa kelmaydi. Siz 10 ming kilometr, men 6-7 ming kilometr yiroqlikda. Qo'limizda ham hech narsa yo'q. Bu avvalda biz Xitoyga besim qilib boshqa yo'limiz yo'q. Faqat dunyoning siyosiy tuzilmasi bilganki insonlik, erkinlik, demokratiya degan bir tuzilma bor. Biz mush tuzilmaga, mush tuzilmaning sohibi bo'lgan xalqqa ovozimizni to'liq anglatib, misol, yapon xalqining sado chiqdi. Misol Xitoy tilini shu Marko Rubio degan Amerikaning aşağıda nimasi bir rahbar ambahirlatibdi. Misol shu kanalda men yo'llab qo'ydi. O'zi ash ambahirlatdim-da, aslida Xitoy tushunamchiman bilmayman. Xitoy tarjima korpusidan chiqqan Twitter'dagini ambahirlab qo'ygan qilishlab yo'llab qo'ydi. Demak, ko'ngil bilayapti bizga. Bu isbotni shu izlayapti. Cho'qim bu izlayotgan vaqtda biz o'zimizning bir e'tiqodiy, bir vijdoniy burchimizni ado qilib, bizning hozir tortishgan yerimiz qolmadi. Hozir asli vijdon egasiga hozir vatanda misol sizda deb ketdingiz, shular bir o'lim saqlab qarash xalq. Shunday. Lager kirib qolgan, turma kirib qolgan qarindoshlarimiz bir Alloh jon olgan bo'lsa deb ketiglar. Men degan gapni dal ash xalqning bir nidosi. Meni onamning shu kuch ketgan bo'lishi mumkin. Chunki xo'rliq o zar ham tomoqdan ham qisib o'tish, ham jazo, ham ro'y iskinja, ham odamning aqli kelmaydigan xo'rlashda ayollarni yalang'ochlab qo'yish, heptida bir qatim chashqan bilan solab qo'yish. Demak, hamma ma'qul demasa rahmat deb turmasa, bir qadamlik rahmat demasa yo tomoqqa yo jazosiga rahmat deyish kerak, tomoqqa rahmat deyish kerak endi. Oshunda bir avvalda ular o'lamsaqni tutib bordi. Biz bu yer erkin dunyoda turib, biz Turkiyada qarindoshlarimiz yo'q men tutib olaman deydigan. Hatta ba'zi guvohlik oldim ba'zilardan. Bugun guvohlik qilib ayt chiqarsam, men sizni guvohlik beribman, shu Turkiyaga tutmas 5 balam bor degan gapni dedi. Qarindoshim tutni tutib olsa, Abdurahmon Hasan majburlab chiqarganda turmud men yotaman, men turmushdaman rohatlangan deb tasalli berman. Demak, Turkiyada bir guvohlik chiqqan ham gap qilmoqmidi? Hatta bir yil ishni xabar olmagan bolalar guvohlik beribdi. Masalan, 20-chi bolalar menga inkos berdi degan. Bizda O'shqashqar bo'lgan Maryam Sulton singlimiz Anqaradagi bir yilni ya ko'rishmagan onasi guvohlik oqshomda berdi. Degan ixlosini telefon qildi aka. Bir 3 yil ko'rishmagan bir do'stim WeChat qo'shib onamni men ko'rishdim da'vatida, o'n kun oldin bir oydan keyin ko'rishma, ensirim da'vatida deb oqshom kech soat 10:30da 11da chiqardik Islom Turkiya vaqti. Shu BBC'ga 3-4 muxbir yo'llab qo'ydim. Kichik muxbir degan Amerikaning yabiy muxbirlari. Demak, shu hech qanday bir 5-4 yildan ko'rmabdi. At deganda Xitoy istixborot ko'rab yo'q. Onasininki salomatlik xabari kelib qoldimda. Lekin men aka nima deyman dedi. Onamni ko'ray singlimdan dedim. Yana yaqin yosh bolalar, Misrdan kelgan talib bolalar guvohlik bergan. Shu bolalarni tomoq yeyotgan oilajon bo'lib, gapga yana yo'llab qo'yibdim-da. İlgiri kesimken bu başarıydı. Lekin anam öy çıktı, fikam tijlikte belki tuqqanlardan salam çıkmadı. Nima 15'lik kesilgan bana anası. Tatlısı 20 yıl, anası 15'lik kesilip ketken. Sen bir Mısır'a vardın degan bana bilan kesilgan ekan. Demek şolunki qo'yib qo'yibdaka xo'sh xabarga ishonmayman.
lekin ovozni olib qo'ydi, men tinchlik bolam, ensirma degan. Debdi ukam shu siz videoliq men anani ko'ray deb dedim. Biz Xalmurat nomi shundoq, Umarbek nomi shundoq ko'p qarindoshlar da'atman. Sizlar ovozni olganga rozi bo'lmayman dedi. Chiroyini ko'raydinglar. Chunki kompartiya u yer 3 oy qo'rilgan bir onaning Abdurahmonning onasini dunyoga ko'rsatamidi. Allah bir davlat rahbari ko'z oldida o'tirib turib qo'yilgan bir xabar. Bu avvalda unda gap ishonmagan qarindoshlar, bu da'vomizni davomlashtiramiz. Qachon otamizni jam bo'lgan qadar bu da'vo to'xtamaydi. Sizlar chiroyini ko'raydinglar deb shu bolalardan shu o'tyapman. Demak, ovoz chiqmadi. Xitoy masalan o'tgan yil Merkel To'sinning inkor qilishga majbur bo'ldi. Shunday. Demak, bu yerda cho'ng bir oldimizda cho'ng bir davom bor. Bu davomda eshitishimiz uchun hammamiz ovozimizni qo'limizda nim kashfini qilmasak, bu o'zligidan bir narsa bo'lgan dunyo emas, dunyoning qonuniyati. Shundoq. Masalan, o nəhayət içinişlik bir siz baydab o'tdingiz bu yerdagi xalqimizga 1 sekundmi 1 yildek bilindi. Chunki Xitoyninki bu jazo lagerlariga Uyg'urlarga va Uyg'urlarni asos qilgan boshqa yerlik millatlar yurgizayotgan bir irqiy qirg'inchilik. Ani bu qo'llanayotgan ba'zi vositalar Gitlerninki, ayni vaqtdagi Gitlerninki qo'llangan vosita deb ishib ketganda, endi masalan Tünögün bütün dünyadan ait qattiq ta'sir qo'zg'adi bir qozoq xonimninki balasi bilan birga qilgan videosi. Bu yerda yo'ldoshi 1 yil Xitoyning jazo lagerlarida yotgan, qalayimqon dori berib, sarang qilib qo'ygan, u yo'ldoshi Qozog'istonga qaytib chiqqan, talog'i chiqsa uyini topolmaydi ekan. Yutib ketibdi, topolmay 2 kun izlab yurib arantas yo'ldoshini tepkasi ya ayolini tanimabdi, ya balasini tanimabdi, ya ota-onasini urib qoldirdi. Butunlay shunday bir nima olib chiqib qolganda endi. Bu anandan keyin bu yerda qozoq qarindoshlarimizniki chiqib qoldi, Abdurahmon Safardim. Hozir endi bu Xitoyning jazo lagerlarida faqat Uyg'urlar emas, Xitoyning dushmani Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalq endi. Qozoq, Qirg'iz deymiz, bu yerda tojik deymiz, o'zbek deymiz va qarindoshlarimiz endi. Bu boshqa qarindoshlarimiz bilanmi shu imzo kompaniyasi masalasida biroz koordinasiya, hamkorlik bormi sizlarda masalan qozoqlar qarindoshlarimiz bilan, Qirg'iz qarindoshlarimiz bilan va yoki o'zbek boshqa qarindoshlarimiz bilan? O'zbek, Qirg'iz bilan ancha-muncha, qozoq bilan ancha-muncha bor, lekin bu shu vaqtda men uzoq qilmoqchi bo'lgan masalada Misrjon Bilashov bilan bir nima qilib, ular qaysi til tarjima qilyapti, uni bir bilish, enondagi kitob masalasiga agar shuninki qilmagan, agar tarjima qilmagan video bo'lsa, shuni tarjima qilib biz hamma dokladda bir kitob qilindi, bir 6-7 varaqli kitob chiqishi mumkin. Shu kitobni har xil tilda davlat rahbari sunuvdek bir tayyor qilgan nima bor. Shu yaqinda bir men shuning bir odam o'rlashtirdim. Shuningki tarjima ishlarini bilish, enondan keyin shu o'g'lim qanday plan bor, shuni bilib imkonlash to'g'risida bir nima o'rlashtirdim. O'n balki pat yaqinda tarjima biroz bir xo'tqish bo'lgandan keyin uni qilaman. Cho'qim bir joyga ular kelamiz. Chunki rahmat Abdurahmon Hasan ukam, hamda Alloh rozi bo'lsin sizdan haqiqatan hamda siz hozir Yaponiyada Yaponiyaning vaqti kech soat 9 ni ishib ketdi hozir aksion. Şo'mijaq vaqtingizni nima qilmayli buning degan albatta bu yil dedik 2019-yili bu guvohlik berish yili, ya'ni buni yuqori pallaga ko'tarish yili. Bu zaten Dünya Kultürümüz, bütün teşkilatlarımızın, bütün siyasi faaliyetlerimizdenki ve sizlerle okşaş aktif fedakar jansilerimizden en asas gün tertiplerinden biri bu elbette. Vaktine söylenen biz bugünkü sohbetimizde bir şey de akıllaştıralım. Bunundaki pat siz bilen muşu meselede, muşu guvalık veriş meselesi de bunun da saklanmaktan meseleler ve başka hadiseler hakkında sizler köprek alaklaşıp duruşturuşumuz. Sizge tekrar rahmetini bildirmen ve sizge hayırlı geceler dileymen. Çünkü Japonya 9'unu açtı hazır. Hayırlı geceler dileymen sizge. Rahmet. Kısa olgun yaxşı, halkma anlaşılma, görüşüme kolaylık oldu. Bulduk rahmet. Fikran aldık barlık qarindoshlarıma rahmet. Sizga ko'p rahmet. Rahmet. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Kulturi tarafidan boshqarilayotgan To'g'ri televiziyasining Naq maydon programmasi. Aziz qarindoshlar, bugun biz programmamizni asas temasini yuqorida ba'zi qarindoshlarimiz oldinglar, ya'ni guvohlik berish xizmatining buyumligi va zaruriyati. Bu haqda guvohlik berish kompaniyasiga aktiv boshlamchilik qilayotgan Turkiyada istiqomat qilib turayotgan fedakar bizning qarindoshimiz Abdurahmon Hasan bilan guvohlik berish masalasi haqida va buning saqlanayotgan masalalar, buni kengayishning zaruriyati
haqida atrofli bir suhbat yapmadık. Az qandaylar bir yer şunu ta'kidlab o'tmoqchiman. Guvohlik berish masalasimi bu dunyo qurultiyiningki eng asosiy kun tartiblarining biri. Biz o'tgan yili bu maxsus bu ishqi dunyo qurultiyi ijro komissiyasining ma'muriyati Gollandiyadan Samat Abdulla apanning mas'ul qilgan va maxsus dunyo qurultiyi tarkibida guvohlik berish arxiv ombiri qurilgan va bu arxiv ombiriga Norvegiya Uyg'ur komiteti Ninki Reis Baxtiyor Ömer ve Norvegiya Uyg'ur komiteti rəhbərlik heyətinin xadimləri məsul və bu guvohlik berish belgeçilərinin sani hazır bu arxivdə toplananların sanı neçə mingə yetib bardı, gündən-gün köpəyiyotudu. İnşallah bu yılda yana Abdurrahman Arsanga oxşaş fidakar qarindaşlarımız və təşkilatlarımız, siyasi fəaliyyətçilərimizin tirişçiliyi bilan inşallah biz bu guvohlik berish faaliyetini yuqori pallaga ko'taramiz va mustabid Xitoy hokimiyatininki dunyo jamoatchiligininki ko'zini bo'yash uchun olib borayotgan siyosiy aldamchiligini bu yerda chiritishga tirishimiz aziz qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtiraylik. Bugun Germaniya vaqti soat 17 da, Turkiya vaqti soat 19 da, Amerika vaqti soat 11 da biz Amerikadagi bir ovoz bir qadam harakatininki boshlamchisi aktiv siyasi fəaliyyətçilərimizdən Roşan Abbas xanım bilan mühim temalar üstüdə söhbət aparırıq. Biz keçdiki söhbəti görüşərik. Görüşəcək, xeyir xoş.